tasbih aytish mezonni, tarozini yarmini to'ldiradi. Hamd aytish tarozini hammasini to'ldiradi. Takbir aytish esa osmon bilan yerni orasini to'ldiradi deyiladi. Savobga to'ldiradi. Demak, bir odam Allohu akbar desa ixlos bilan, qiyomatda amallarni tortiradigan tarozini yarmi savobga to'lar ekan har odamlik. Alhamdulillah desa tarozini hammasi to'lar ekan. Allohu akbar desa endi tarozi ham qolib osmon va yerni hammasi savobga to'lar ekan. Lekin bu kimniki? Haligi farzini ato qilib qo'ygan odamniki. Namozni o'qimay, tahoratni qilmay, yurib Allohu akbar deb qilsa tarozi to'lavermaydi. Farzni, vojibni hamma yo'g'ini qilib qo'yib, keyin qilsa, keyin mana bu hadisga to'g'ri keladi.